Assalomu alaykum do'stlar. Xayrli kun. Mangizga 3 ta tuxum qilib tug'in olish kerak. Do'stlar, yaqinda video olgandim. YouTube'ga video qo'ygandim. Qora kuritsam o'tirganini, kurka qilganini. Bu 3-chisi edi. Endi mana bu qizili 4-kuritsam. Bu ham bir 3 kun oldin tuxumga o'tirdi. Sizlar bilan yana shu kurka qilish, qanday qilib kurka qilish, tuxumga o'tirg'izish sirlari bilan podelиться qilmoqchiman. Как aytganimdek, yo'li juda oson do'stlar. Buni попробовать qilib ko'ringlar. Men 4 ta tavug'im bor edi, olib keldim, hammasi tuxumga o'tirdi. Yana bitta olib keldim bu yerga. Boshqa вообще